Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlarga eng zo'r narsani ko'rsataman. Ya'ni WhatsApp ishlatadigan odamlar, insonlar. WhatsAppda farqi yo'q. Biznes kategoriyasi, oddiy kategoriyasi kirasizlar. Va bu yerda ko'rib turganingizdek 3 ta nuqta bor tepada. O'shanga bosib, nastroykaga kirasizlar. iPhone'da ham, Androidda ham bir xil funksiyasi ishlaydi. Va bu yerda bu yerda mana bu joyga kirasizlar. Qulf rasm bor. Va bu yerda расширение degan ana shuga kirib, mana bularni hammasini pitichkasiga yoqib chiqasizlar. Bu yerda birinchisi o'qib ko'rasizlar. IP adreslaring va sizlarga telefon qilsa, xakerlar, boshqalar mana bu yerda защита IP adres, ya'ni sizlarni qayerda turganlaringizni определять, ya'ni belgilay olmaydi, qaysi davlatda ekanligingizni. Bu yaxshi blokirovka, mana bir сообщение. O'sha spam narsalar sizlarga kelavermaydi, bezor qilmaydi. O'qib chiqinglar, podrobniyga bossanglar. Mana podrobniy yozib qo'ygan. Nima bo'ladi, nima qo'yadi, и так далее, hammasi bor. Все.